La och xotin! Xotin! Aha! Bachang qani mollarga o't bersin. Bu o'g'li zo'ya kirib olib, guppus etib bilmayman nima qilib turibdi. Chappa qildi voya. O'zingiz keling bir. Jilli bo'ldimi ka yo'q bacha? Hozir borayman uni. Bu bacha ichkarida vov qilib nima qilyapti ekan? Kuchiga ham uy olib kirganmi yo? O'chir muzikani, o'chir. Sen jinni yetmang bolalar qaramay nima qilib o'tiribsan? Sen bachani kallangda ishing yo'qmi? Kecha onang ovqat qilaman desa uyda kosa yo'q. Sen mera kosalar olib kelib, vov qilyapsan. Qilarmi? Olanab achkini men gapirtiranda tushundingmi? Nima qiliq bu? Dada, men DJ bo'lmoqchiman. DJ? Ha. Nima degani DJ? Ana restoranlarda, klublarda muzika qo'yib davran qizdiraman men. Fukku viji qilib. Yig'ishtirib o'ydiraman uni. Qiliqmi shu? O't mollarga qarab acham. Ye, molga qara. Mollarga qanday qararlar. Mana bunday qararlar. Ketdim. Jilli bo'ldi bu bacha. Dadasi. Ha? Qashqara kizi qora sanamginam. Qashqara kizi qora sanamginam. Sanamginam. Jilli xotin. Jilli bo'ldingmi? Nima qilyapsan bitta gap takrorlab? Ana shu qo'shiq topolmayman dadasi. Ana o'g'ling bor. Viji fuku qiladi. Ana shundan so'ra top beradi shu muzikani. Ana shu mana. Ha shu qayerdan topding bacham? Buni Telegramda Telenavo degan bot bor. Shundan topdim. Bunda tekstini bilmasangiz, голосовой qilib tashlaysiz bo'ladi. Tekstni bilsangiz yozib tashlaysiz ham topib beradi. Hech qanaqa kanallarga obuna bo'ling demaydi. Undan tashqari Instagram, YouTube, TikTok platformasidan videolar kachesini yuklab olsangiz ham bo'ladi. Eng zo'r bot ana shu hozir. Ha, unda qaytib qo'y ham bacham. Qo'yaymi? Mana. Qo'shqora